Voy xudojonim, ey xudoga shukr, uyga yetib kelmay. Bugun 14-chисло, 14-iyun 2026-yil. Uyga yetib keldim, sekin ostida charchab ketdim. Hammamiz yig'ilib karabullaga mazza qilib dam oldik. Vashshe mazza. Undan keyin bordik kafe Finikka, Paveletskiyga, vokzalga oldiga o'ra kirib shunday ovqat yedik. Vashshe arzon. Hamma zalik, hamma halol, vashshe mazza qilib yedik. 4 siq shashlik olsak 2000 rubl bo'ldi. Bitta nonchasi bilan, bitta choychasi bilan 2000 rubl bo'ldi. Mazza qilib yedik. 2 kishi 2 ga bo'lib yedik. 1000 rubl men to'ladim. Вот, u kishi to'ladilar, men to'ladim. Короче, вообще mazza. Sizlarga sabit qilaman. Finikka boringlar, mazza qilib yenglar, halol. To'ka halol yeyman deganlar. Voy xudojon. Texnoparkdan chiqdik, o'qqa yig'ildik, teplaxodga 50 ta odam yig'ildik, 50 ta. U yoqdan uyimga kelaman deganimcha charchab ketdim.